Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugungi darsimiz Pythonda operatorlar. Operatorlar mantiqiy amallar yoki amal bajarish uchun ishlatiladi. Bu amallar plus, minus, ko'paytirish, bo'lish, butun bo'lish, qoldiqli bo'lish, darajaga ko'tarish, bu tomonda tengmi, tenglikka tekshiradiganlarda bu. Kichikmi, katta yoki teng, kichik yoki teng deb qiymatlarni tekshirib beradi. And or not. Ikkalasi ham true bo'lsa true qiymat qaytaradi. Bittasi true bo'lsa baribir true qaytaradi. Not bo'lsa teskarisini qaytaradi. Teng, plus teng, minus teng, ko'paytirish va teng, bo'lish teng. Bu degani oldingi qiymatga, misol uchun x'imiz 5. 5 plus teng 2. Bu degani natijada 7 chiqadi. Nimaga desangizlar, oldingi qiymatimiz 5 edi. 5 ga 2 ni qo'shib natijaga chiqaradi 7. Ko'paytirish ham shunday bo'ladi. 5 ga 2 ni ko'paytiradi, 10 chiqadi natijada. Bo'lishda 2 chiqadi. Bu nimaga deganda oddiy bo'lish 2 chiqarib beradi. In, not in. Bu degani ichida bormi yoki yo'qmi. Misol uchun biz numbers deb list yaratamiz. Listning ichida 1 dan 3 gacha keldim, oddiygina 1 dan 3 gacha keldim. Misollar bo'lsa, print 2 in ichida bormi 2? 2 ichida bor bo'lgani uchun true qiymat hosil bo'ladi. Kelinglar shuni endi kod qismini yozib ko'ramiz. A teng 3 tur B teng 3 print A plus B. Endi kodni tekshiramiz. 7. Bu kodimiz ishladi. Endi katta yoki tengga tekshirib ko'ramiz kodni. A miz 4, B miz 3. Kattami yoki tengmi? Ko'radi tekshirib bu kod. True qiymat qabul qildi. Nimaga deganda 4 3 dan katta. Yoki kichik yoki teng desak, false. Nimaga deganda 3imiz 4 dan katta bo'lmagani uchun shunaqa qiymat qabul qildi. Endi darajaga ko'taramiz. Oltmish 64. Nimaga deganda 4 ni 3-darajasini chiqaryapti. 64 chiqyapti bizda natijada. Endi buni tekshirdik. And or. Misol uchun A teng 5. B teng 3. S teng 4. A katta B and A katta S. Qiymatni tekshirib ko'ramiz. True qiymat qabul qildi. A miz 5 3 dan katta, A miz S 4 dan ham katta bo'lgani uchun true qiymat qabul. Keyingisi A teng 5 print A plus teng 2. Bu dasturni tekshiramiz. Xato dedi. Bu dasturimizni shunday qilib yozamiz. A plus tengni tekshiramiz. Mana 7 chiqdi.
Keyingi amallarni bajarib ko'ramiz. Misol uchun ko'paytirish. Endi tekshiramiz. 10. Bu dasturimiz ham ishladi. Endi ichida not ichida. Bu dasturni tekshiramiz. Misol uchun number teng bir, ikki, uch, to'rt. Print ikki in numbers. Уже javobni ham chiqaryapti, qaranglar. Start. True. 2 ichida bo'lganligi uchun shu qiymatni qaytaryapti. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Amallar ustida ko'proq ishlashni o'rganamiz. Uyga vazifa.